Vatsam neyir bolalar. Sizlar bilan Minecraft nolbu. Sizlar bilan meni ko'rgan tuzoqlar haqida tanishib chiqamiz. Mana qo'yishgan o'tlab. Bu ham men ko'rganman. Birinchi uzog'ini yo'q qiladi 5000. Chekka narsasini bittada yo'q qiladi. Uzoqroq turamiz. Mana. Bum. Ana bo'ldi portladi ashida. Bu tekislik bo'lgani uchun hamma biladigan tuzoqli eshik. Qanday chiqaman? Qanday chiqaman? Yordam bering. Deyishim kutayotgan bo'lsangiz kutma. Bu ham bu otadi. Olov otar 5000. 100 000, 200 000, 300 000. O'q tugab og'zigina boragani orqasidagi ishlamaydi bo'lmasa. Buning ichida juda ham kuchli bomba bor. Tezda portlaydi. Atom bombadek kuchli. Yani hamma biladigan otadigan ham olov otadi. Faqat bu o'rtasida kamlik qilib qoldi. Buni o'q tugab qoldi. Xullas buni o'q tugabdi. Bu yo'l o'zi ochiladi. Ochiladimi? O'zi paydo bo'ladi. Hamma biladi buni. Ana bo'ldi. Bu uy bitmay qo'ygan. Bu damlama otar 5000. Zaharli. Damlama desam tugamabdi. Va bu anaqa zaharli. Bu esa yo'q bo'lmas, portlamas devor. Buning ichida suv bor. Bitta shundan tortib u yoqdan bunday qilib bu yoqdan shunday tortib orasiga almas, palmas oltinlar qo'ysa bo'ladi. Sizlar bilan videomiz tugadi. Xayr bolalar.